Maşallah. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi avzorimiz Greenford mollarimiz kelgan. Ularning batafsil ma'lumotlarini beramiz. Bugungi sanamiz 23-avgust, haftaning dam olish kuni 2026-yil. Manzilimiz Samarqand viloyati Tayloq tumani Zarafshon mahallasiga. Ya'niki Panshanba yo'ldan o'tib Zarafshon mahallasiga kelgandan keyin o'ng qo'lga ko'cha bor. Shu ko'chaga shunday kirib kelsangiz, mana shu katta fermamiz kelasiz inshaalloh. Hozir 100 bosh Greenford mollarimiz kelgan. Bularning batafsil ma'lumotlarini beramiz. Bir qator ko'rsatamiz inshaalloh. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqib kela olasizlar. Maydalari ham ichiga 21 bosh maydalari ham kelgan. Aka, bular yeyishi ichishi yaxshi ham, sog'lom. Xudoga shukr, 5 kundan beri turibdi mana. Mashallah mana. Hozir ancha charchoqi chiqibdi. Rifkasi qilingan, tayyor. Yo'lga karantinga turib kelgan mollar. Mana kattalari ham bor. Soni 86 bosh qoldi ha. 100 bosh keldi, 86 bosh qolgan. Hozir 14 boshini sotdik kecha. Kechadan boshlab sotishni boshladik. Mashallah. Ularning narxi necha pul aka? 24 milliondan maydalar, ana 21 ta aytgan maydalarimizdan 24 milliondan boshlab 29 milliongacha mol bor bularda. Ha, ko'rib, tanlab olaversalar, narxini chiqarib beraveramiz. Inshaalloh. Mayda kichiklarga qarab narxini chiqarib beraveramiz. Do'stlar, 24 milliondan 29 million so'mgacha yana xayriga o'tib beradi. Molni birinchi o'chirat kelib, zotini qarab, yeyishi ichishi hamma joyini sog'lomligini ko'rib olasizlar inshaalloh. Mana 9 oy oldin kelgan mollarni ko'ryapsizlarmi? 17-dekabr ekan. Bular paltaras kelgan. Bular lekin mana shularga o'xshab paltaras patsosdan katta, paltaraskaga yetar yetmas qaytib kelgan. Mana shular. Bular kelganiga 9 oy bo'lgan. Mashallah. Kelasizlar mana. 100 bosh molimiz kelgan, ichidan tanlab olasizlar. Yeyishi ichishiga hech qanaqa muammo yo'q. Rifkasi qilingan, bemalol borib yemlasangiz ham bo'ladi mana. Shoxli variant, to'qol variant, asosan Greenford ekanda mana. Ichiga bitta, ikkita mana bunaqa sementalga. Mana bu masalan sementalga chatish mana. Sementalga chatish. Mashallah. Tozalari. Shoxsiz to'qollari ko'p. Mana bu talg'ir ekan mana. Bitta ko'rsatamiz. Bu onlayn savdo ham bormi aka? Onlayn savdo endi telefonlashsa ham mayli, video orqali ko'rsatib, adres bizning atrofimizda bo'lsa dastlabki qilib beraveramiz. Mana aziz do'stlar, hozir ko'pi chetdan ko'rsa, mana misol uchun Rossiyadan yo boshqa joydan ko'rsa, mana bironta molni tanlaydi. En aniqi odamini yuborsa, odamni ko'rib olib ketsa yaxshi-da. Molni ustiga ko'rib olsangiz yaxshi-da, mana hozir telefonga katta yo mayda ko'rinishi mumkin. Keyin gap so'z bo'lmasligi uchun farqi yo'q. Screenshot qilib tashlaysizlar mana. Qaysi biri ma'qul, shuni chiqarib beramiz deyapti mana. Mollarimiz tashqariga bor. Hozir tashqariga 21 bosh maydasi bor. Maydasini ham ko'rsataylik mana. Mana bu ham zo'r ekan. Mollar juda ko'p. Sifatli mol. Hozir mayda tarafga kelyapmiz. Bu qo'ramizga sal maydarog'i turibdi. Shu Greenfordning maydarog'ida 24 millioniga shular aka. Ularni bir joyga olaman desa 24 million. Bir joyga, hammasini bir joyga olaman desangiz 21 bosh. Ichiga ikkita Mickey Mouse, 3 ta Mickey Mouse Angus bor. Qolganlari Greenford sementalga smeshinesi ham bor inshaalloh. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir donagina like-ni ayamasdan bosib, keng ommaga tarqalinishiga sababchi bo'lasizlar inshaalloh. Telegram gruppalar bor. Telegram gruppalarga tarqatib qo'yamiz inshaalloh. Bizning Telegram gruppamiz bor. Chorvadorlar yozsangiz chiqadi, lokasiyasini tashlab qo'yamiz. Bemalol kelib ustiga savdo qilib olasizlar.
Hozir silos urug' kechadan beri silos beryaptimi? Silosli donli silos. Bu molga o'zgarishiga zo'rda. Misol uchun bedadan. Donlik. Ha, beda qimmatda, beda ham yaxshi-yu, qimmatroq. Beda bular. Ha, beda Silos, bersangiz ham. beda 10 xil mahsulotlar aralashmasdan o'zimiz tayyorlagan yem. Ha. O'zgarishi zo'r ham bu mollarni o'zimizni mesniga qaraganda o'zgarishi zo'rda. Xudoga shukr shunaqa. Inshaalloh mana kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib kelaverasizlar. Mana o'zgarganini ko'ryapsizlarmi? Yeydi, yotadi, tamom. Ko'p yemaydi. O'ziga yarashasini yeydi, qolganini tamom. Yotadi, qachon qorni och qolsa kelib yana o'ziga yarasha yeydi. Azizlar, videomiz mana shulardan iborat edi. Videomizga xato kamchilik bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Mana bunaqa apparatni qo'yib qo'ygan. Shunaqasi. O'zi ishlaydi. O'zi ishlaydi. Shu apparat 5 millionmi, nechta pul? Buni bizlar salkam 10 millionlik paytiga olgan. Hozir mana bu Ulug'bekga turibdi-da, mana bu magazini bor, mana shunaqa. Bu kuni chiqarovdik. Arzon bo'lgani? Ha, har xilingi bor-da, Turkiyaniki bor. Bu sal maydaroq menimcha-da. Kichkina ha. U yerda mayda ko'rinyapti. Bular hammasi katta mollar uchun mo'ljal. Ha, bular katta. Mashalloh. Mana shunaqa navbat qilib, hammasi qashlanib, bu mollar badanida hozir har bitta qo'raga bitta qo'ygan ekan-da mana. Bu tarafiga ham qo'ygan ekan. Qaysi biri nima bo'lsa kelib o'zini nima qiladi. Keyingi videoga ko'rishguncha omon bo'linglar. Fi amalillah.